Az yurtdoshlar, bizni kanalimiz obunachilar, bizni kuzatib o'tganlar. Mana bunday mana duxovkamiz bizda yangilik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, somsalarni qaranglar, yaltillab pishganini. Haqiqiy somsa uchun somsa bo'ldi bari. Mana bu duxovkani qaranglar, mana yopilishlarini. Ruchkalariga e'tibor beringlar, bu ruchkalariga. Haqiqiy ishlovdi berildi. O'ta zamonaviy qilib yasaldi, xudo xolasa. Termizda bo'ladi bu duxovkamiz. Stikloata qo'yilgan o'rtasiga qirg'oqlariga mana bunday ikkiga ikki profildan yurgizdirilgan profillari ham bor. Vashi baquvvat moshinada ishlatilgan. Kraskalar kuymaydigan kraskadan 600 gradusda o'zi 300 gradusga qizdirib beradi. Mana bu dat ichkili bo'ladi bu. Ko'rishlaring mumkin. Mana 300 gradusda qizdiradi. Datchilik. Mana bu yerda mana bularni mabodo kuyib netadigan bo'lsa, bunda so'laydigan bo'lsa, shuni yechsalaring olinadi. Mana shu yerdan bemalol montajini ko'rib, yana tentini mana qaysi tent ketgan bo'lsa, bu yerda samarezlar bor. Shuni yechsangiz bo'ldi, ish bitdi. Almashtiraverasiz. Bunimiz juda universal, o'ta udobniy, xalqbob bo'lib chiqdi. Mana zavодскойdan ham o'ta nima bo'ldi? Bemalol o'sha biratasi ishdan chiqadigan bo'lsa, almashtirib chiroyli yana o'rniga qo'yaverasizlar. Qanday ustaga borishlaring shart emas, o'ta zo'r. Xalqbob yasadik buni. Yangi biznes boshlayotganlar uchun juda ham zo'r narsa. O'zi hozir ko'pchilik bunda masalan to'ylarga, dasturxonlarga somsalar qilib beryapti. Masalan, shundan olib foydalansangiz, normalniy foyda ko'rasiz inshaalloh. Bunimizga keladigan bo'lsak, narxlari 1.500.000 so'm, dastavkasi отдельный pul. Mana bunday duxovkasidan, patnisidan 3 ta qo'shib beriladi. 3 ta bo'ladi. Shu mana shu patnisi bemalol xudo xolasa zo'r ish berishlari, mana somsalarni o'zi ko'rib turibsizlar, yaltillab juda chiroyli pishdi o'zi ham. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizning manzillarimiz o'sha Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan mo'shti like demaysizlar, kommentariyaga o'sib kirib izohlarni yozib qoldirasizlar. Videomizni ko'proq tarqatsalaring, ko'proq kimgadir ulashsalaring, kimgadir manfaatli, kimgadir foydali bo'lib qolishi mumkin. Mana shu yasagan narsamiz. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bittadan mo'shti like demaysizlar.